Balız Şivsiyanın paytaxtı Stockholm'ның Sergiltoriya degan merkezde Xitoyning Olimpikiga qarshi mana o'sha Şivsiyada yashayotgan barliq qarindoshlarimiz bilan birga imkoniyati va keladigan qarindoshlarimiz bilan birga mana namoyishni tashkil etdik. Juda güzel şekilde o'tayapti mana. İnşallah. Düşmanga qarshi tugilgan mush shaklida harakat qilyapmiz. Mana Xitoyning Olimpikiga qarshi mana Komünist Xitoyning bir şekilde Sharq Turkistonda qilayotgan erkak qirg'inchilikka qarshi turish, shuning bilan birga Xitoyning Olimpikini boykot qilish, buningga bormaslik, buningga davlat tarafidanmi bo'lsin avatmaslik, vakil avatmaslik davlat shaklida buni bir iltimos qilgan shaklda xalqqa tinch shaklda buni bildirish maqsadida bu namoyishni qildik. Inshaalloh ham Dunyo Uyg'ur qurultiyining butun dunyo bilan 180 tashkilot bilan birlik qilgan namoyish qatorida buni bir shaklda bizmo Şivsiyalik qarindoshlarimiz bilan birga qo'limizdan kelishcha harakat qildik inshaalloh. Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar. Hozir biz Uyg'ur Ma'ruf uyushmasining so'zchisi Abdulla efendimizni ziyorat qilmoqchi. Abdulla efendim bugungi namoyishning to'g'risida o'zingizning bir ko'z qarashingizni so'zlab bergan bo'lsangiz. Dünyadaki barlıq Nativan Şərq Türkistanlıqlara məlum boğunudək Xitay Komünist Müstəmləkçi alvasitələri Şərq Türkistanda irqi qırğınçılıq yürgüzüvatıdı. Xanım qızlarımızınki iffət numusuğa təcavüz qılıb, ailəmizni monopol qilish müstəmlək astığı erişqə tirişivatıdı. Bu münasibət bilən dünyanın hər qaysı caylardakı hər dərəcəlik təşkilatlar, xalq mörünü mörüge terep Xitay Komünist Müstəmləkçi alvasitələrinin Olimpikni dövlətdə sahibxan bo'lib o'tkazib olishga qarshi boykot qilish namoyishi o'rlashtiryapti. Shunga Şivsiya Uyg'ur Ma'ruf uyushmasiniki hozirgi yangi mas'uli Nijat Turg'un qarindishimiz mushu Şivsiyadagi barliq qarindoshlarni mushu namoyishga ovoz qetib qo'llashga chaqiriq qildi. Men shu munosabat bilan Şivsiya Uyg'ur Ma'ruf uyushmasininki ko'rsatmasi va Dunyo Uyg'ur qurultiyininki ko'rsatmasi tashkilotlarninki zich hamkorlashishi amaliy maydonlarda texmo qo'lga keltirish va siyosiy masalalarni siyosiy sahnalarda ilmiy hal qilish pozitsiyasi bilan bugungi namoyishni mana Xitoyga biz Sharq Turkistonlik, biz Uyg'ur, biz seni Şərq Türkistan'dan çıkarıp etimiz degan şuar astida nimimizni, iradimizni namoyon qilib Şivsiyadagi chiqolgan xalqning hammasi chiqib namoyish qilyapti. Namoyishning kayfiyatini aytishqin. Dünyanın her yerdeki aziz qarindoshlarimiz, hammalarga salom. Bugun 2022 yili 4 noyabr Şivsiyadagi barliq jamoat bu yerga Sergiltoriyga jam bo'lib, o'zimizningki Xitoy Olimpikiga qarshi Xitoyda o'tkazmoqchi bo'lgan qishliq Olimpikaga qarshi noroziligimizni kuchli ravishda ifodalash uchun bu Sergiltoriyga yig'ilib namoyish qilyapmiz. Bizning namoyishimizga saqchilar tinch yo'l bilan namoyish qilsanglar deb yo'l qo'yganligi uchun bu yerga tinch yo'l bilan bizning o'zimizningki logolarni elib chiqdik. Kepegan el jamoatga ko'p rahmat. Tuyuqsiz qarab o'g'ashqa nurg'un qarindoshlarimiz xizmatda ham safarda bo'lganlik uchun shu baq qarindoshlarimiz jafo cheksimi so'qqiqqa chidab chiqdi. Ko'p rahmat. Biz bu yerda o'zimizning noroziligini shivitcha bir yozib qo'ygan maqolamiz bor, chaqiriq bor. Shuning bilan boshlamoqchi. Kära idrottare. De olympiska och paralympiska vinterspelen i Peking 2022 närmar sig med stormsteg. Vi vet att ni har förberett er för detta evenemang i månader och år. Och vi vill hylla er. Ni representerar stolt ert land inför hela världen. På arenorna, i hallarna, på banorna,
eller framför våra skärmar vill vi uppmuntra er att heja och bli rörda av era prestationer. Du och vi tillsammans, alltid i samma lag. Idag vill vi fortsätta att vara en del av samma lag och behöver dig. Detta är ett mycket viktigt ämne som du kanske inte känner till. Folkmordet på uigurerna i Kina. I 5 år nu har den kinesiska regeringen valt att deportera och låsa in ett helt folk i koncentrationsläger, tvinga dem till tvångsarbete, förneka dem sin egen kultur, sitt eget språk och sina egna traditioner och sträva efter ett helt och hållet utplåna dem. Mer än 3 miljoner män, kvinnor och barn, 9 miljoner enligt 2019 års uppskattningen, fördes till koncentrationslägren, familjerna spärrades, kvinnorna våldtogs och steriliserades, kvinnorna straffades, männen misshandlades och torterades. Många avrättades, de allra flesta sitter fortfarande fängslade och några få har lyckats fly. De är de dyrbara vittnena till denna utrotning och världens omfattande tystnad. En kinesisk polis har också lyckats fly från detta systemet och vittnat till förmån för uigurerna. Många internationella medier har behandlat detta ämne, BBC, CNN, New York Times etc. Politiker har gått med på att sätta uiguriska färger på monumenten i sina städer den 12 november. Bryssel, Prag, Paris etc. Och medborgare mobiliseringar har uppstått över hela världen. Tyvärr är detta inte tillräckligt för att sätta press på den kinesiska totala regimen. Visste du till exempel att den olympiska elden, också symbolisk för spelen, förbjöds att passera genom Europa under sin världsturné på grund av kinesiska regeringens rädsla för pro-uiguriska mobilisering och mediernas bevakning av fakta? Ni förstår att vägen fortfarande är lång, men vi har hopp. Vi har hopp. För dessa män, kvinnor och barn, vi är skyldiga dem det. Och vi kommer att fortsätta så länge dessa människor vars liv är lika mycket värda som vårt inte är fria och säkra. Vi underskattar inte den individuella kraften och vi är också övertygade om att vi tillsammans, kollektivet och som ett enat team kan förändra händelserna i rätt riktning. Vi räknar med din mänsklighet och hoppas av hela vårt hjärta att du kommer att ansluta dig till vårt lag. Tusen tackar för alla. Tack! Uyghur! 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 No game, no right! No game, no right! No right, no game! No right, no game! No game, no right, no game! No right, no game! Free Uyghur! Free Uyghur! Free Öst-Turkestan! Free Öst-Turkestan! Free Öst-Turkestan! Free Öst-Turkestan! Free Tibet! Bojkotta Olympic! Bojkotta Olympic! Sverige agera! Sverige agera! Bojkotta Olympic! Bojkotta Olympic! Bojkotta Olympic! Bojkotta Olympic! No right, no game! No right, no game! No right, no game! Şoğlaşka Şilsiya Uyghur Marif Uyuşmasining raisi Nijat Turg'un yaqinda ijtimoiy uchur vositalarida dunyo Uyg'ur qurultiyiga bergan o'zininki Shvetsiyadagi siyosiy ishonchisini tortib olganligini va buningki sababi borligini e'lon qildi. Buninglik bilan Shvetsiyadagi kurash to'xtab qoldi, oqsab qoldi deganlik emas. Bu kurashni texmi davomlashtirish
kurashninki maqsad muddaosini texmi ro'shanlashtirish, Xitoy kommunist mustamlikcha alvostinlarni birlikda, barobarlikda Sharq Turkistondan qo'g'lab chiqarishdan iborat tub nishonda hammamiz bir oila kishilarimiz, shunga bir oila kishilarning ichidami keyingi nishonni, yo'l xaritasini, oilaningki ishlarini tartiblash uchun ba'zi qiyinchiliklar, krizlar bo'lib turadi. Bu krizlar Xudoyim bo'lsa, bir oila kishilarning ichida yuz bergan qiyinchilik qanday to'g'ri hal qilingan bo'lsa, bu krizismi Xudoyim bo'lsa, faqat arada to'g'ri hal qilinadi. Hammalarning shu namoyish maydoniga, kurash maydoniga hamma ishni qilib qo'yib kelganliginglar uchun Uyg'ur Ma'rif uyushmasi nomidan, Uyg'ur Ma'rif uyushmasining mas'uli Nijot nomidan sevginib, salom ve âli ehtiram bildirimen. Ağan kadiminglarga Allah köplep ecri ata kılsın.